Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Manzilimiz Toshkent Abu Sahiy avtovokzalidan. Shunaqa reysiy avtobuslarda kimda-kim ketmoqchi bo'lsa, haftada 4 marta dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlariga Toshkent, Rossiyaning istalgan joyiga, istalgan nuqtasiga, istalgan shahriga reyslarimiz bo'lib o'tmoqda. Sanab o'tishga mana majburman, mayli sanab o'taman. Dushanba, payshanba kunlariga Toshkent Samara, Toshkent Penza, Toshkent Rizan, Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha, Toshkent Sankt-Peterburg yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bo'lib o'tadi. 18:30 da bu avtobuslarimiz Primoy Toshkent Abu Sahiy avtovokzalining o'zidan chiqib ketadi. Seshanba, juma kunlarida eslatib o'taman aziz vatandoshlar, Toshkent Kazan, Toshkent Ufa, Toshkent Perm, Toshkent Yekaterinburg, Toshkent Chelyabinsk shaharlariga aziz vatandoshlar. Toshkent Krasnodar, Toshkent Rostov, Rostov-na-Don, Saratov, Volgograd, Kazan, Ufa, Perm. Qanaqa shahar kerak bo'lsa, xudo xolisa qo'ldan kelgancha barcha shaharlarga borishga harakat qilamiz. Tanlovda adashib qolmanglar, ekranda ishonchli sifatli nomerlar qoldirib o'tib qo'yganmiz. Aytgancha 5 yosh pastgacha ham detski biletlarimiz bo'lib o'tmoqda. Har bitta odamimizga 50 kilodan 60 kilogacha yuklarimiz poложено. Tanlovda adashib qolmanglar, sog' bo'linglar.